Parvardigorlaridan qo'rqqan taqvoli zotlar ham guruh holda jannatga boshlab borilur. Haydab boriladi, haydab borishadi. To qachoniki ular uning darvozalari ochilgan holda ekanligida yetib kelganlarida ochiq turibdi. Va uning qo'riqchilari sizlarga salom, xush keldingiz. Bas, unga mangu qoluvchi bo'lgan holingizda kiringiz deganlarida ular behad shodlanadilar. Mana endi jannatga kirishganidan keyin ko'zi ko'rmagan, qulog'i eshitmagan, sanab adoga yetib bo'lmaydigan ulug' ne'matlar ato qilinadi. Ana shu jannatga kirayotgan paytimizda bizga beriladigan birinchi ne'mat bilasizlarmi nima? Astagfirullah, ya ibadi, la xawfun alaykumul yawma va la antum tahzanun, allazina amanu bi ayatina va kanu muslimin. U kunda taqvo ahliga aytiladi: ey bandalarim, bugun sizlarga xavf yo'qdir.